Assalomu alaykum hammaga. Biz Smart Technology Systems jamoasi bugun Jizzax viloyatida seminarimizni o'tkazyapmiz. Biz o'zimiz Toshkentda ko'rdim. Imенно stol tepasiga qo'yadi. O'sha narsa bor. To'g'ri, bu saviyasi bor, bu narsa. Forsiylar odam harakati bor. Smart Technology Systems kompaniyasi distributorlik bilan shug'ullanamiz. Ya'ni Hikvision tovarlarini Xitoydan birinchi qo'l bo'lib olib kiramiz. Hammaga ishtirok uchun kattakon rahmat. Sizlarni xudo xolasa kelasi seminarlarimizda ham kutib qolamiz.